sizni bobongiz, mana bizni bobomiz. Mana shu Qo'qoni shariflardan Madinai Munavvaralarga safar qilgan Abdussamad bobomiz. Murattab shogirdlari 500 dan oshib ketgan ekan. Vaqti soatlari kelib 80 dan oshib Baqiyga ko'miladilar va oradan roppa-rosa 3 yil o'tdi. 3 yil o'tgandan keyin bir kuni o'sha Baqiy qabristoni mutasaddilaridan bizga telefon kelyapti. "Ey, falonchimisiz?" "Ha, falonchimiz. Unda sizni mana bu idoramizga taklif qilamiz, keling." Idoraga borsak, "Labay, sizni bobongiz 3 yil oldin, ismlari Abdusamad qori, ha, shunday. U kishi vafot qilgandilar, ha, xuddi shunday. Sijillat deyiladi, o'sha arxiv qilib tikib qo'ylar ekan. Qabriston, o'sha Baqiyga kirdik. Aynan Abdusamad hoji dadamizning qabrlari ochilib qo'yilgan ekan. Ko'rsatdilar. Ko'ring. Shu kishi sizni bobongizmi? Bobosini mana sizni biz ko'rib turgandek ko'ribdi. 3 yil oldin dafn qilingan. Bobom deydilar, hozir ko'milganda yotibdilar deydilar. Biz o'zimiz hayratda qotib qoldik. Ko'rdingizmi debdilar. Ha. Bobongizni mana shu qabrda sog'lom yotganliklarini ko'ring. Dedilar, biz endi bu kishining qabrini ochib endi boshqatdan yangi jasad ko'mmaymiz. Baqiyda shunday ekanda. Har bilib qoling yoshlar, har 3 yilda Baqiyning qonuni bir qabrni ochilar ekan. Yerga yem bo'lgandan keyin o'rniga boshqa jasad qo'yilar ekan. Aytayaptilar, ko'rdingizmi bobongizni? Ha, endi bu kishining yoniga boshqa odam qo'yilmaydi. Siz shunga guvoh bo'ling. Bobongiz solih inson bo'lgan ekanlar, deyaptilar avvaliga. Ko'mayaptilar, ketyaptilar. Bular endi ha, bobomiz shunaqangi bir solih inson edilar-da. Hofizi kalomulloh edilar-da. Qori edilar-da. Asllari qayerdan ekan? Qo'qondan edi debdilar. Keyin yana dedilar. Yana roppa-rosa 3 yil o'tdi. Necha yil bo'ldi? 6 yil bo'ldi. 6 yil to'lgandan keyin bizga yana telefon kelyapti. Abdusamad hoji dadani avlodi, sulolasi. Endi bu gal jamoatingiz bilan keling debdilar. Bitta ikkitangiz emas, jamoatingiz bilan keling. Kim bor bu kishini sulolasidan? Olib keling. O'g'illar, nabiralar biz bordik dedilar. Bordik, ana o'sha holat 3 yil avval bo'lgan holat endi 6 yil bo'ldi. Ochib bizga ko'rsatyaptilar. Yana 3 yil kelganligi uchun bugun yana ochildilar. Qarang. Shu sizni bobongizmi? Ko'rdik. 3 yil avval qanday ko'rgan bo'lsak, o'sha holatda, shu holatda turibdilar. Biron narsa bo'lmagan. Sochlaridan, soqollaridan bir tuk tushmagan. Xuddi 10 daqiqa avval ko'milgan holatda yotdilar. Endi siz shu joyda bir narsani fahmlang azizlar. Xo'p, badan, jasad u kalomullohni ko'targan. Allohning kalomi singib ketgan jasad ekan. Ha, lekin mana u kafanchi, ana u kafan jonivor deymizmi, nima deymiz? U kafan nimaga chirimaydi? Qarang, kafanlar ham qorni badanda tursa chirimas ekan. Kafan qorni badanda turganligi uchun u kafan mato u. U bu yoqda yasalgan, to'qilgan, zavoddan chiqqan. Lekin shu kafanlar ham oppoq deydilar. Shu holatni ko'rdik-ku, yig'ida bo'ldik, havasda bo'ldik, hayratda qoldik. Endi debdilar, bir mana unaqa varaq chiqaribdi. Arablar istimora deydi uni. Anketa olib to'ldirlar ekan. Boshqatdan hoji dadani o'zlarini yana yozilib, tarixlarini yozilib, shahodat millat deydi, tug'ilganlik haqida guvohnomani u yerga qo'yib, bu yoqdan 7 ta kishi yana avlodlardan qo'l qo'yar ekan. Nima deb? Bo'ldi. Bu qabr endi qiyomatgacha ochilmasin deylar ekan. Mana shu holat bizni shu Qo'qonlik bobomiz Abdusamad hazratlarida bo'pti. Endi bu kishi qolgan qabrlar, shunaqa ochilmaydigan qabrlar bor Baqiyada deyaptilar. O'zlari havas bilan aytayaptilar. Nega? Buni bo'lganiga qarang. Mana u 2012-yil bo'pti-da. Yaqindagi so'z bu. 50 yil, 100 yil yoki men sizga bir tobiinlarni asrini aytmayapman. Aytib turibmanki, boya yigit bilan telefon orqali bir-birimizni ko'rib gaplashdik. Yaqindagi davrda demak
Abdussamad hoji dadamizni mana shunaqa holatda ko'rib karomatlari zohir bo'ldi. Bu nima edi? Bu azizlar Qur'on edi. U kishi o'g'illariga aytayapman, ya'ni nabiralariga, aytib bering menga tarixlarini desam, kunutun Qur'on o'qigan, kunutun Qur'on o'rgatgan. Hattoki sizga so'zimni avvalda aytdim, murattab qorilari 500 dan oshib ketgan ekan dedimi? Dunyodan kelar ekanda ular. Madinaga kelgan u kishining darsiga ishqi oshiq bo'lib, ziyoda bo'lib o'rganar ekan. Pokistonga ketadi, u yoqdan yana shogird olib keladi, Hindistonga ketadi, olib keladi, Bangladeshga ketib yana olib keladi, arablarni o'zlaridan ham. Va shu sababdan aslida janozalari shunaqa mashhuda deyiladi. Janozalarda shunaqangi odam ko'payib ketgan ekanki, o'sha vaqtida tegishli idoralar, u kishi asli ularda ajnabiy deyiladi. Madinalik yoki saudiyalik emas-ku. Bu odamga bu qadar nega buncha odam keldi deya asli tegishli idoralar savol javob ham o'tkazgan ekan vaqtida. Janozalarni ko'pligidan. Va ular ham bildilar, u zot shunaqa haqiqiy ahlulloh bo'lganligini bildilar va ko'rdilar, xuddi Imom Malikning qabrlari kabi. Imom Nafi'larning qabrlari. U yerlarda ne sahobalar bor. Balkim 10 ming sahoba o'sha joyga ko'milgan va ziyoda. Hazrati Usmon ibn Affon borlar. Hazrati Oysha radhiyallohu anha ana o'sha joylarda. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning o'g'illari Ibrohim alayhissalom aynan o'sha yerda. Endi qarang, yana subhanalloh, Baqiyada ko'milganda nima bo'ladi? Navbat bilan mana kirasiz, ziyoratga kirasiz, o'ng tarafdan yurasiz. Aynalib yana sahobalarni asl qabrlari bo'lgan joyga yaqin bir joyda ko'milgan. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning nimasidir? Taqdirotidir. O'zini ahlini ulug'lashligini, yaxshi ko'rishligini siz u bizga ibrat qilib qo'ygan bir o'rnidir. Ahlullohlar shunday bo'lar ekan. Bugun demak siz avvalda mana otangizni, bobongizni eshitdingiz, Qur'onga yana ham e'tiborli bo'ling, Qur'onga yana ham g'ayratli bo'ling, chunki u qon sizni qoningiz, o'sha qon oqyapti. Biz 4-5 soat o'qisak, siz 1 soat o'qisangiz ham asli sizga Qur'on yo'qadi. Asl muhabbat sizdadir. Bugun chiqsin mana shu Qo'qondagi qorlar olamni to'ldirsin. Abdussamad hoji dadamiz kabi butun dunyoga nima qilsin? Ibrat bo'lsin.